Demak, aziz do'stlar, bugun amfiteatrga keldik. Marhamat, videorolikni birgalikda tomosha qilamiz. Yuqorisiga chiqdim. Ana bu yerda odamlar o'tirgan. O'sha paytdagi saqlanib qolganini qarang, buni balandligini qarang siz. Mana. O'sha paytda saqlanib qolganini qarang. Bu tomonni qarang endi. Bunaqasiga ketgan. Qani oxirigacha boramiz. Ko'ramiz do'stlar. Men o'ylaymanki juda qiziqarli video bo'ladi degan umiddaman.
Sizlar esa like bosib tomosha qilinglar. Shunchaki tomosha qilsanglar bo'ldi do'stlar. Kommentariyaga izohlarni qoldiringlar. Mana tarixiy joyga tushib qolganday bo'ldim men. Mana kay, amfiteatr. Bu yerda gladiatorlar urushgan. Bu yerda o'sha yo'lbarslar bilan ikkita ritsarlar faqat jang bo'lgan do'stlar bu yerda. O'sha paytida miloddan avvalgi yillarda. Mana shunday tarixiy joyga bir kelib qoldik. Mana bu yerda svetlar qo'yilgan ekan. Endi o'sha payti bo'lmagan svet. Uni kattaligini qarang. Buni qaranglar do'stlar. Mana oqlar yangi rekonstruksiya qilingan, mana qoralar o'sha paytda qolgan. Toshdan qilingan mana do'stlar. Telefon qanday olib beryapti bilmadim. Shundoq bo'lgan. Aynan mana shu miloddan avvalgi 2-3 asrlardan qarang buni yasalganini. Juda aniq tekis kesib qo'yganini qarang. Shu yerda o'tirib mana shu jangni tomosha qilishgan. Pastda endi yuqori tabaqalilar o'tirgan va shundoq ketgan tepaga qarab mana. Lekin zo'r ekan, menga yoqdi. Endi mana buni ichida ham nimadirlar bor, qandaydir xonalar bor, tayyorgarlik ko'rib chiqadigan joylar, boshqasi. Menimcha hozirgacha ham konsert bo'ladi bu yerda. Bu yerda hozirgacha konsert bo'ladi va mana bu yerda mana toshlarni kesib qo'ygan. Mana qiyshiq bo'lsa ham shundan tushib ketishgan mana. Gap bo'lishi mumkin emas. Amfiteatrdan chiqdik. Endi bu tomonga qarab yo'l yuramiz. O'rmon oralab ketamiz. Nimalar bor ekan? Albatta ko'rib o'tamiz do'stlar. Bu tomonda ham qandaydir bir qal'a, bino yoki o'sha eski binolar bo'lishi kerak. Hozir ko'ramiz. Mana hozir mana shu amfiteatrdan chiqdik do'stlar. Endi mana shu tomonga qarab to'g'ri yo'l olamiz. Oho, tog'larni qarang. Mana aziz do'stlar. Mana shunday joylarga kelib qoldik. Bu yerda ham qandaydir bir bino bo'lgan. Endi vaqt soat kelib buzilib ketgan. Bilmadim 1000 yil oldinmi. Lekin manzarasiga gap bo'lishi mumkin emas. Hech kim yo'q. Mana aziz do'stlar. Ana endi bu manzarani qaranglar. Men sizlarga bitta manzara ko'rsataman. O'zingizlar bitta baho berasizlar. Mana o'sha. Do'stlar, bu go'zallikni qarang.
Bu go'zallikni qarang azizlar. Qanaqangi joylarga kelib qoldim. Shunaqangi bir chiroyli tabiat qo'ynidan otashin salomlar bo'lsin do'stlar. Mana azizlar. Bu go'zallikni qarang. Mana shunday chiroyli tabiat manzarasidan ana endi biz mana bu qal'aga boramiz. Mana azizlar, ketdik.